Amerika Davlat Majlisi va hukumatiga qarashli Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Marko Rubio Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida bayonot e'lon qilgan. Bayonotda Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan terrorlikqa qarshi hamkorligi Uyg'urlarni qurbon qilish badaliga bo'lmasligi, yaqinqi bir qancha oydan beri Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan cheklamalari barg'ansiri ig'irlashib, tarbiyalash lagerlari barg'ansiri ko'payganligi, Xitoyning musulmonlarning masjidini kommunizm tashviqot o'rniga aylantirib olganligi, dinga e'tiqod qilishni asabiylik qatorida muomala qilganligi tilga ilingan. Xitoy terrorlik tahdidini ko'kka ko'tarmoqda. 9 yanvar FT Xitoycha xabarlar to'rining xabarida bildirilishicha, yuqori darajalik bir Xitoy amaldori Suriyadan zo'r turkumda qaytgan jihodchilarning Sharq Turkiston chegarasiga berib bo'lganligi, ularning soni 30 ming atrofida ekanligini tilga olgan. Kuzatuvchilar mazkur Xitoy amaldorining so'zining Uyg'urlarning ahvolini ozroq bildigan har qanday kishining diqqatini qo'zg'aydiganligini, Xitoy burun Sharq Turkistonliklarni xalqaroga bildirmay bostirib kelgan bo'lsa, amdilikda ochiq oshkora holda bostirish elib borganligini, Uyg'urlarga elib borgan irqiy ayirmachilik, sababsiz tutqun qilish, diniy va milliy jihatda uzul-kesil yo'q qilishga harakat qilayotganligini, hech qanday bahona topolmaganlarni inson aqliga kechmaydigan tuhmatlar bilan atalmish tarbiyalash lagerlariga yig'ib olayotganligi qatorli qilmishlar xalqaro jamiyatning diqqatini yana bir qatim Sharq Turkiston va Xitoyga markazlashtirayotganligini bildirmoqda. Xitoy doiralari bo'lsa Sharq Turkistonda terrorlik harakatlari bor degan tuhmatga xalqaro jamiyatni ishontirolmaganligi sababli xalqaro jamiyatning ko'zini bu qatim chegara sirtidagi 30 ming qurolliq manga yaqinlashdi deyish orqali Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirish, qirg'in qilish qilmishlarini haqliq ko'rsatishga tirishmoqda. Sharq Turkiston Ulamolar birligidan bir hay'at professor doktor Mustafa Qaratoshni ziyorat qildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi bosh kotib vakili Abdul Ahad Uchat, taftish hay'ati raisi Abdul Ahad Uchqun, ustoz Nizomiddin Tamkini va ustoz Abduxalil Hojim Obid qatorliq bir hay'at İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakülteti hadis o'qituvchisi, Türkiye Diyanet İşleri İdaresi boshlig'ining maslahatchisi, İlim Xizmat Tadqiqot Vaqfining raisi va Dunyo Müslüman Olimlar birligi Türkiye sho'basining qurg'uvchi a'zosi professor doktor Mustafa Qaratoshni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Sharq Turkiston Ulamolar birligi tunishtirilgandan keyin Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida ma'lumot berildi va Ulamolar birligining buningdan keyingi xizmatlari haqida muzokaralar elib berildi. Xitoy bilan Hindiston chegara talash tortishining hal bo'lmasligiga sabablar. 9 yanvar Amerika Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Hindistonning chegara talash tortishining hal bo'lmasligida bir qancha sabab borligi tilga olindi. Xabarda Hindistonning Tibet mustaqilligini qo'llash maydonidan voz kechmasligi, Xitoy bilan Hindiston munosabatining yaxshi bo'la olmasligidagi asosli sabablardan biri ekanligi. 2017 yili 12-22 kuni Xitoy amaldori Yang Jiechi bilan Hindiston davlat bexatarlik maslahatchisi Dovar Hindistonda 20 qatimliq Xitoy bilan Hindiston chegara masalasi alohida vakillar uchrashishi elib borganligi. Bu qatimqi uchrashish 2017 yil 6 oydagi chegara to'qinishidan keyingi tunji uchrashish ekanligi bildirildi. Xitoy Amerika prezidenti Trumpning ochiqlanib ish bajarishidan foydalandi. 10 yanvar The Times xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika prezidenti Trumpning ochiqlanib ish bajarishidan manfaat olgan. Xabarda Amerika prezidenti Trumpning Pokiston masalasida ochiqlanishini tushunishga bo'lganligini, biroq bir ochiqlanish bilan strategik manfaatda ziyon tortganligini, Trumpning yaqinqi mezgillarda oson ochiqlanish sabablaridan Pokiston bilan bo'lgan munosabatlarni yiriklashtirib qo'yganligi. Bu vaziyatdan foydalangan Xitoy Pokistonni butunlay yeniga tortib, Amerikaning Osiyodagi strategik manfaatiga to'sqinlik qilganligi bildirildi.